Yashnobod tumani Fazogir mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 226-umumta'lim maktabida Respublika yosh kitobxon tanlovining mahalla bosqichi bo'lib o'tdi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Respublika yosh kitobxon tanlovi bugungi kunga qadar minglab kitobsevar yoshlarni kashf qilib, ular orasida mutolaaga bo'lgan ishtiyoqni oshiryapti. Davlatimiz rahbari bu tanlovni nafaqat tuman, shahar, viloyat va respublika miqyosida yuqori darajada o'tkazish, balki mahallalarda ham munosib tashkil etishni ilgari surdi. Endi bu tanlovda ishtirok etish istagidagi 18-30 yosh oralig'idagi bilimdonlar dastavval o'z mahallasidagi raqobatchilari bilan ham g'oliblik uchun bellashadilar. Men Fazogir mahallasida mutolaa yo'nalishi bo'yicha sardor deb tayinlandim. Yosh kitobxon tanlovida birinchi marta qatnashishim. Hozirda juda ham ko'p kitob o'qiganman. Xudoyberdi To'xtaboyevning kitoblarini yaxshi ko'raman, chunki bolalar adabiyotini yorqin vakillaridan biri hisoblanadi. Men kitobxonlikdan tashqari boshqa fanlarga ham qiziqaman. Bulardan matematika va ingliz tili. Avgust oyida bo'lib o'tgan xalqaro olimpiadada Dubayda oliy o'rinni egalladim. Kitobxon tanlovida ham yuqori o'rinlarni egallayman deb o'ylayman. Tanlovning bosh sovrini bo'lgan Prezident sovg'asi elektromobilni yutib olishni har bir ishtirokchi xohlaydi. Mukofot esa faqatgina haqiqiy bilim egalari, shartlarga astoydil tayyorgarlik ko'rgan kitobxongagina nasib etadi. Mahalla bosqichi g'oliblari aniqlangach, ular tuman va shahar bellashuvlariga yo'l oladi.